Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, hammaga alangalik salom. Xudo xolasa o'tgan safariga 1 grammlik lichinkalarimiz tugadi. 25 mingta bor edi. Endi mana 2 grammligi chiqdi. Xudo xolasa. Ikkilar pastga omad 0500 sitka qo'yib qo'yamiz. Shunga qo'shilib olinglar. Telegram kanalimiz. Shu yerda narxlari yozilgan. Narxini YouTube'dan so'ramanglar akalar. YouTube'da endi yo o'chirib tashlash kerak, o'zgartirib bo'lmaydi narxini. Telegramda narxini o'zgartirsa bo'ladi. Oshib yoki narxi tushadigan bo'lsa, shu Telegramda o'zgartirib qo'yilsa bo'ladi. YouTube'da shu narx qolgani uchun narxni aytmayman akalar. Telegramga qo'shilib olinglar narx kerak bo'lsa. Xo'p, mana razmeri. Razmeri zo'r, xudo xolasa. Katta o'tgan. Narx Telegram kanalda. Narx aytib qo'yaver. Telegram kanalingga odam qo'shib olmoqchimisan? Ha, shunaqa olmoqchiman. O'sha negativlarga. Mana bunisi 10 grammligi. Men ancha katta bo'lgan. Chiqib ketib qoldi. Ushlashan juda qiyin. Maydasi ham epchil bo'ladi, bu. Xolos bu kattalarda bateriya kam bo'ladi. Razmeri zo'r. Bularga nima beramiz deydi? Shu katta ilanbosh, katta ilan baliq nima yesa, shuni mesorobkadan chiqarib maydalab berilsa, yuradi. 1 grammligi ham, 10 grammligi ham, 100 grammligi ham. Og'ziga moslab bersalang bo'ldi go'sht mahsulotini. Aynigan, achigan go'sht yemaydi. Yog'li go'sht ham yemaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Like, podpiskani yemanglar.